Assalomu alaykum hammaga. Mana bizga yana bitta batareya kelib tushgan. Bu pashti yangi ekan, korobkadan ochishgan egalari, lekin ishlamagan, qaytarib bo'lmagan. Shuning uchun ichini almashtirgani berishdi. Xo'p, buni ham ichini almashtirib beramiz. O'sha o'zimizda arzon akkumulyatordan. Ichi aniq. Ko'rishingiz mumkin. Bu yangi akkumulyator deyilgan, lekin yangi emas. Bu suvga tushgani aniq. Voltajlari ko'rsatyapti, lekin plata chirib ketgan. Mana bizlar qo'ldan kelgancha karnifurlab tozalab oldik. Endi xudo xohlasa buni qalinglardan ko'chiramiz. To'xta variantda yana eng arzon batareyalardan. O'rniga Makita firmani original akkumulyatorlarni ishlatamiz. Endi bular bitta xudo xohlasa bitta svarkalab olsak. Mana sizlar svarkalab oldik. Endi bitta qalinlab olsak, xudo xohlasa.